Aziz obunachilarimiz, mana bugun hovlimiz sotuvga chiqyapti. Samarqand shahar Ulug'bekda joylashgan. Ko'rib turganingizdek 4 sotiqdan iborat hovlimiz sotuvga chiqyapti. Darvozaxonadan kiraverish, mana darvozaxona, ayvonlar ko'rib turganingizdek bemalol 2 ta 3 ta mashina sig'adi. Mana darvozaxona. Hovlimiz sotuvga chiqyapti. 4 sotiqli hovlimiz. 9 ta xonasi bor. Ko'rib turganingizdek bu tomonda hojatxona, Zelonni zonasi va bu tomonda esa 3 etajli pishiq g'ishtdan qurilgan uylarimiz joylashgan. Oshxona, 1-etaj, 2-etaj va 3-etajda ko'rib turganingizdek uylarimiz joylashgan. Agaroti ham bor. Mana 4 sotiqli hovlimiz, narxi $170 ming deyishyapti. Savdosi bor. Pul juda zarurligi uchun sotuvga qo'yishgan. Yer maydoni 4 sotiq yerga qurilgan. Manzil bo'ladi Ulug'bekda joylashgan, Samarqand shahar Ulug'bekda joylashgan. Aziz obunachilar, bemalol kelaverasizlar. Ko'chadan kiraverishda gideta bir 100 metr ichkarida joylashgan. Katta ko'chadan 100 metr, 150 metr ichkarida joylashgan. Sotuvga chiqyapti hovlimiz. Mana ko'pchilik bizdan hovli kvartira so'raganlar bor. Mana hozir hovlilarni ham chiqarishni boshladik. Bizni kuzatib boring. Narxi $170 ming pul so'rashyapti. Saldosi bor. 4 sotiqli hovlimiz, 9 ta xonalari 9 ta topli pol qilingan, pishiq g'ishtdan ishlangan. Hozir uylar ichkarisini ham harakat qilamiz videolarda chiqarib borishlikda. Aziz obunachilar, bizni kuzatib boring. Kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Samarqand shaharda mana shunday uylarni sotuvga chiqaraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.